Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar. Faraz qiling, yoshligingizdagi kino qahramonlari, multfilm qahramonlari yoki klip, mem, ya'ni butun dunyo tanigan qahramonlarni bitta etajga to'plasak va bugungi videorolik Floor 796, ya'ni 796-etaj haqida bo'ladi va bu video sizlarga yoqadi degan umiddaman, chunki o'zbek YouTube'ida hali buni olib chiqishmagan. Video nimadan iborat? Ya'ni har bitta qahramonga alohida to'xtalib o'tamiz. Meni o'zim kino, multfilm, klip yoki memlarni ko'rganim uchun sal bo'lsa ham bu qahramonlarni bilaman. Aytgancha, qaysi qahramonni siz ko'rib qoldingiz? Kommentariyada yozib qoldiring va siz birinchi qismdasiz. Biz esa sekin aynan har bitta blokka to'xtalib o'tamiz. Meni o'ylashim bo'yicha mana bu blokdan boshlasak osonroq bo'ladi, chunki hammamizga tanish bo'lgan aynan King Kong qahramoni turibdi. Bu saytning qulayligi nimada? Aytgancha, havolani men Telegram kanalda qoldiraman. Oddiy misol, birorta qahramonni tanimadingiz. Bosasiz, originalga o'tkazsangiz King Kong chiqadi va bu haqiqatdan ham yaxshi saytlardan biri. Tak, blurdaniyani o'chirib qo'yaman va biz aynan mana bu joyga to'xtalib o'tamiz. E'tibor qarating, King Kong va King Kongni qo'lida qiz turibdi. Kimni esda bo'lsa, King Kongni kinosida o'sha yuqori minoradan tushib ketadi va uni yuragini operatsiya qilishadi. Eng og'ir joylardan biri o'sha operatsiyadagi ovoz, yurakni ovozini juda zo'r ifodalab berishgan va men sizlarga qoldiraman, o'sha joyni eshitib ko'ring. Mani o'ylashim bo'yicha King Kongni tanimagan odam bo'lmasa kerak. E'tibor qarating, mana bu yerda boshida qashqasi ham bor ekan va yurak urgan joyini eshitdingizmi? Juda ajoyib olgan. Va biz alohida Luigi bilan aynan Marioga to'xtalib o'tmoqchiman. Hozirgi vaqtda shu 2026-yili Marioni kinosi chiqadi. Maslahat beraman, sun'iy intellektni ijod qilib turganlar Mario yo'nalishiga e'tibor qarating. Va meni o'ylashim bo'yicha bu dars sun'iy intellektni ijod qiladiganlarni aynan vizuallashtirish va alohida mana shu qahramonlarni tushunib yetishga yordam beradi. Va yuqorida aytdimmi yo'qmi, biron bir qahramonni birorta joyda ko'rib qolsangiz yozib qoldiring, keyingi videoda ko'rsataman. Demak, bu Mario va Luigi eng dunyoda tanilgan, o'yindan tanilgan qahramonlardan biri. Ajoyib qisqa joyini sizlarga qoldiraman. Endi esa mana bu qahramonga to'xtalib o'tamiz. Bu Avatar Legenda of Aang'i eng tanilgan joylaridan biri. Ya'ni bu aynan karom sotadigan bo'ladi. E'tibor qaratsangiz, bu o'sha multfilmda tarqagan. Va bu saytning plus tarafi shundaki, har doim yangi qahramon qo'shiladi. Deyarli har hafta 2-3 ta qahramonlardan qo'shishadi. Bu bilan men uchun haqiqatdan yangi bir nima bo'ldi, yangi sayt bo'ldi, yangicha yo'nalish bo'ldi. Bu esa o'sha Politseyskiy akademiyada Debbi degan nom olgan aynan qahramon. Politseyskiy akademiya bu kino va bu kino serial desak bo'ladi. Bu o'sha o'zini vaqtida aynan Amerikani titratgan prikollari bilan, o'zini yo'nalishlari bilan aynan kino. Va biz aynan mana bu multfilmga to'xtalib o'tmoqchiman. Vovka в 39-м царстве. Meni o'zim Soyuz multfilmda o'sganman va juda ko'p Soyuz multfilmda taniyman. Bu qahramon Itak Sajdod degan joyini montajda qo'yib yuboramiz. Xudo xolasa ko'ring va bu haqiqiy multfilm. Maslahat beraman ko'rishni. Ладно, и так сойдет. Bu Futurama men ko'rmaganman bu multfilmda, ya'ni men uchun qiyinlik qilgan, chunki yosh kattalar uchun bu multfilm, oddiy misol mana o'tkazamiz, bu professor va ko'rgan bo'lishingiz kerak agar sizda o'sha TV3, STSlar bo'lgan bo'lsa, bu aynan parabolicheskiy antena bo'lgan bo'lsa, bemalol ko'rib bu qahramonlar bilan tanish bo'lishingiz mumkin. Endi esa Overwatch qahramoniga to'xtalib o'taman. Bu ham hozirgi vaqtda trendda. Sun'iy intellektda ishlatsangiz, bu game, ya'ni o'yin yo'nalishida juda kuchli qahramonlardan biri. Ajoyib qahramon. Bu April O'Neil, oddiy misol originalga bossak, Super Ninja toshbaqalarda aynan video olish, video operator bilan chiqqan. Mana video operatorni o'zi. Bu ham o'z o'rniga ega bo'lgan aynan qahramonlardan biri. Отлично, настоящая сенсация. Правда, Вернон? Почему только меня заставляют делать эти идиотские репортажи?
Endi esa mana bu Benniga to'xtalib o'taman. Bu Bennini nima desam bo'ladi? Klipi bor. Klipini bu yerda qo'yib bergim yo'q. Prosta bilinglar, butun dunyo tanigan aynan qahramonlardan biri va bu aynan Floor 796-etaj bo'ldi. Ya'ni biz birinchi etajdamiz. Endi esa sekin-asta video sal uzoqroq, qiziqroq bo'lish uchun sizlarga mana bu qahramonni ko'rsatmoqchiman. Bu Kiss, ya'ni o'ta zo'r rock gruppa. Mani o'zim 9-sinfgacha Metallica juda og'ir rockini eshitganman. Takoy "Wow!" deb baqiradigan aynan og'ir musiqa eshitganman. Shundan men Kissni taniyman. Bu esa alohida Alisa в стране чудес, ya'ni Tralala va Trulala deb nomlanadi. Qahramonlar juda ajoyib. Mana e'tibor qarating, bu multfilmdan, kinodan olingan parchalar. Va bu yerda mana korolevani o'zi, Krasная koroleva, ya'ni qizil koroleva. Bu ham alohida sun'iy intellektni agar chiqarsangiz yaxshi qahramonlardan biri. Endi esa mana bu ikkita qahramonga to'xtalib o'tmoqchiman. Deyarli 3 ta. Bu Властелин колец, Uzuklar hukmdori kino franshizasidan olingan aynan qahramon Gandalf Belli. O'ta kuchli, o'ta zo'r, o'ta yaxshi ishlangan kino vселенныйlardan, ya'ni buni alohida yoritsangiz har bitta qahramonni videorolik yetmaydi. Va aynan Uzuklar hukmdorini ichida menga eng yoqqan qahramonlardan biri bu Elf Legolas, ya'ni birinchi ko'rganimda haqiqatan bu qahramon menga yoqqan. O'ta seryozni, o'ta o'zini granitsalarni, o'zini chegaralarini biladigan elf bo'ladi va elfni oldida doim yuradigan Властелин колецdagi Gimli, ya'ni bu alohida kichik bir gnom bo'ladi. Верная смерть. Никаких шансов на успех. Mani o'ylashim bo'yicha videorolik sizlarga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Keyin sekin-asta men ma'lumotlar tariqasida yoritib, mana Inspektor Gadget yoki mana Carlson bor ekan bu yerda. Ya'ni aytmoqchimanki, bu juda qiziq aynan video ketma-ketligi bo'ladi. Birinchi, ikkinchi qismlarda olishga harakat qilaman. Agar sizlarga yoqsa, kommentariyada sizni kutaman. Hammaga rahmat.